Yer şarının aydan başqa ikkinchi hamroyi bayqaldi. Astronomlar osmonni kuzatish davomida yer sharini aylanib harakat qilayotgan yangi bir jismni bayqagan. CD3 2020 deb nom berilgan bu osmon jismi 15 fevral kechda quyruqliq yulduzlar va meteoritlar haqida tekshirish ilib berayotgan Kataina tekshirish gruppasidagi astronomlar tomonidan kuzatilgan. Yer sharining bu yangi hamroyining hajmi favqulodda kichik bo'lib, diametri taxminan 2 metrdan 3,5 metrgacha, ya'ni bir mashina cho'nligida keladi ekan. Belgilik bir yorug'liq darajasiga ega bo'lgan CD3 2020 kodliq bu osmon jismi elipsis shakllik orbitida yer sharimizni 47 kunda bir qitim aylanib chiqar ekan. Bu jismning orbitasi muqim emas bo'lib, tekshirishlar qaraganda yer sharidan bargancha yiroqlab ketayotmoqda ekan. Qarang'u moddaning sirini yoritib bera oladigan yangi zarracha o'ttirg'i qo'yildi. Angliyalik tadqiqotchilar koinotning mutlaq ko'p qismini tashkil qiladi deb qaralgan qarang'u moddaning aslida nima ekanligiga aloqador yangi bir tadqiqot natijasini o'ttirib qo'ydi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, olam 4% biz biladigan normal modda, 21% qarang'u modda va 74% qarang'u energiyadan tarkib topgan. 21% ni egallaydigan bu ko'rinmas qarang'u modda yulduzlarga o'xshash nur chachadigan moddalardan 5 hassa ko'p bo'lib, Samon yo'li sistemasidagi yulduzlarni tutib turish uchun qo'shimcha tortish kuchi bilan ta'minlaydi. Angliya York universitetidagi fizikshunoslar ilib borgan yangi bir tadqiqotida cho'ng portlash jarayonida koinotdagi qarang'u moddani paydo qilgan bo'lishi mumkin deb qaragan yangi bir atom ichi zarrachani o'ttirib qo'ydi. D-star hexaquark deb atalgan bu yangi zarracha 6 quarkdan tarkib topgan bo'lib, quarklar odatda 3 dan birlashib proton va neytronlarni hosil qiladigan asosiy zarrachalardan iborat. Bu tadqiqotchilarning qarashicha, koinotning boshlanishi deb qaralgan cho'ng portlash yuz berib, uzun o'tmayla koinotning sovishi va kengayishiga ergishib, ko'p miqdorda D-star hexaquarklar moddaning 5-xil shakli deb qaralgan Bose-Einstein bo'tqisini hosil qilish uchun bir yerga jo'langan bo'lib, bu qo'yiqlashgan moddalar navbatda qarang'u modda deyilayotgan narsa bo'lishi mumkin ekan. Marsga oid 1000 parchadan ortiq yuqori aniqlikdagi ko'rinishlar e'lon qilindi. NASA'ning qiziqish nomli tekshirish apparati Marsning ko'rinishlarini yer shariga yo'llashni davom qilmoqda. NASA'ning Marsga qavatgan qiziqish nomli tekshirish mashinasi Mars yuzidagi eng yuqori aniqlikdagi ko'rinishni hosil qilgan. 2019-yili 11-oyda tortilgan va keyingi oylarda inchiklik bilan birlashtirilgan 1000 parchadan ortiq rasmdan tarkib topgan ko'rinishlar bizga 1 milliard 800 million piksellik hayvatlik bir Mars manzarasini sunudi. Qiziqish nomli olam apparati 2012-yili Qizil planet Marsga qo'ngan bo'lib, mashina cho'nligidagi bu tekshirish uskunasi necha milliard yil ilgari suv bo'lish ehtimoli bo'lgan Galiley o'ymini cho'risida tekshirish ilib bormoqda. NASA yaqinda yana qiziqish olam uskunasining yeniga Shijoat nomli Mars 2020 tekshirish apparatini avatadigan bo'lib, bu Mars mashinasi Marsda hozir mavjud bo'lgan yoki o'tmishda borliqqa kelgan hayotlikning alomatlarini izlash uchun loyihalangan ekan. Tadqiqotchilar tunji qitim nafas olmaydigan jonliqni bayqadi. Yaqinda tadqiqotchilar jonliqlar dunyosi aloqador muhim bir bayqashni o'ttirib qo'ygan bo'lib, nafas olmay yashay oladigan bir xil jonliqni kashf qilgan. Hozirga qadar ma'lum bo'lgan barliq jonliqlar qanday shaklda bo'lsa-bo'lsin nafaslanish orqali hayotini davom etayotgan edi. Bu bayqashni Isroiliya Tel Aviv universitetining tadqiqotchilari e'lon qilgan bo'lib, bu parazit jonliq biliqning go'shiga singib kirganda nafas olmaydiganligi bayqalgan. Tadqiqot natijasi e'lon qilingan maqolada ko'rsatilishicha,
Bu yakki hücrelilik canlılıkning ichida nafaslanish ilib boradigan xondrosom yoki shuningga o'xshash organlar yo'q ekan. Saman yo'li sistemasining agirligining sababi aniqlangan bo'lishi mumkin. Astronomlar bir necha yil ilgari saman yo'lidagi yulduzlarning zo'r ko'pchiligini o'z ichiga olgan saman yo'li diskisining amaliyotda o'ylagandek tekshi emasligini bayqagan bo'lib, saman yo'li sistemasining bir uchi diskining tekshiligiga tik holda tuvanga egilgan bo'lsa, yana bir uchi mos holda yuqoriga egilgan ekan. Bu hodisani tushuntirib berish uchun o'xshamagan ko'z qarashlar o'ttirib qo'yilgan bo'lib, ba'zilar buning magnit maydonining natijasi ekanligini o'ttirib qo'ysa, yana ba'zilar saman yo'lini qo'rshigan qorong'u moddaning bu egilishni keltirib chiqarganligini o'ttirib qo'ygan. Ammo Yevropa olam qatnashi idorasining yulduzlarni xaritaga ilish xizmatiga mas'ul olam kemasi Gaia orqali to'plangan yangi sonliq ma'lumotlar saman yo'li diskisidagi bu agirlikning bizga qo'shni bir kichik yulduzlar sistemasi bilan so'qilishdan kelib chiqqan bo'lish mumkinligini ko'rsatib bergan. Yangi tadqiqotga qaraganda bu so'qilish hali ham davomlashayotgan ekan. Yer shari ilgari butunlay suv bilan qoplangan bir suv plantasi bo'lishi mumkin. Geologik arxivlardagi sonliq ma'lumotlarga qaraganda 4 milliard 500 million yillik tarixga ega deb qaralayotgan yer sharimiz taxminan 3 milliard 200 million yil ilgari birli okean bilan qoplangan suv plantasi bo'lishi mumkin ekan. Agar bu bayqash isbotlangan taqdirda 3 milliard 500 million yil ilgari yer sharlik hayotlikning qanday yaratilib, qanday gullanganligiga aloqador tadqiqotlarda yangi bir sahifa ochildi ekan.